Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Sizlarga bugun bir zo'r moshina oxirgi yaratgan kuchli programmani ko'rsatmoqchiman. Mana nemis tili bo'yicha hamma ilovalar, uning ichida mavzular, lug'atlarga asoslangan, asosan lug'atlarga. Xo'p, mana bu eng oxirgi modeldagi yaratganim 20 ming so'mlik. Mana bunisi 10 ming so'mlik oldinroq yaratganim. Mana bu 7 ming, mana bu ikkalasi 5 ming, mana bu 2000 mana bu 1000 so'm. Har xil narxlarda bor, cho'ntaklaringizga qarab, har xil komfortga ega, har xil darajadagi aqlliliklarga va so'z sig'imlariga ega bo'lgan programmalar. Xo'p, hozir buni ochib qo'yganman, mana turibdi pastda. Xo'p, bunga qaranglar, endi mana har xil mana aytilyapti. Mention degan kitob bor, AB. Predloglar mavzusi, noaniq artikellar qoidalari, testlari, lug'at so'zlarining tarjimasi bilan talaffuzlardan iborat kompleks test. Mana adresim, aloqaga chiqishlaringiz mumkin. Xo'p, mana endi shuncha nimalar bor, mana bu gruppalarga bo'lingan. Keragini olib, o'zimizga tayyorlanganimizni olib testlab olishimiz mumkin. Mana bu testlarning turli xil variantlarini taklif qilinadi sizlarga. Xo'p, agar testlash kerak bo'lmasa, o'rganmoqchiman desangiz, o'rganish uchun ham mana nimalari bor. Hamma kitoblarning betlaridan, Mention kitobining har xil betlaridan nima qilingan. Mana 3tasini belgilab oldim. Endi mana lug'atlarga kiradigan bo'lsak, ko'ryapsizlar, mana o'sha biz belgilagan nimalardan beryapti mana. Pitichkada belgilangan. Nechta lug'atlar bor bo'lsa, sizlarga notanish bo'lishi mumkin bo'lgan. Hammasi bor. Agar yaxshi ko'rinmayotgan bo'lsa, zirenalarga to'g'ri kelmaydigan bo'lsa, har xil nimalarga o'girib olishlaringiz mumkin. Formatlarga mana, ranglarga. Xo'p, yana davom etadigan bo'lsak, endi agar biz hech qaysini belgilamaydigan bo'lsak, olib tashlay, hammasini ochadi. Option masalan nechta so'z bo'lsa, mavzular, savollar hammasi anavilar. Hammasi mana shu yerda bor. Qaranglar. Xo'p, undan boshqa ham agar nima qiladigan bo'lsak, aytaylik, predloglar mavzusi bo'yicha mana. Xo'p, 13 ta mavzu nima? Test bo'limiga kiramiz. Test bo'limida bilib olasizlar nima bo'lishini. Aus plus dativ nima deb tarjima qilinadi? Gami, dami. Menimcha endi. Men ham ko'p yaxshi bilmayman, mana nimalarga qarab tayyorladim. Mana tekshirish bosamiz. Da desa noto'g'ri bo'ladi. Ga desak ham ko'ramiz, noto'g'ri bo'lishi mumkin, noto'g'ri ekan. Javoblarni ko'rsatish bossak, ko'rsatadi mana lik, dan. Ko'rdingizlarmi? Masalan, aytaylik, Aus Qashqadaryo, Aus Toshkent deyish mumkin. Mana shunday. Aus deb yozib ko'rsak, mana lik deb qo'yaylik. Mana. Yoki dan desa ham bo'ladi. Xohlang lik deng, xohlang dan deb ayting. Mana tekshirish bossak yangilanadi. Mana. Qaysi ma'no bir-birini inkor qilmaydigan sinonimlar bo'lsa ham bemalol qabul qilaveradi, chunki bekorga 20 ming emas. Aynan o'sha so'zni o'zi bo'lish shart emas tarjimasida. Dani yozsa ham bo'ladi, atrofidan yozsa ham bo'ladi. Masalan, men dani yozib ham, mana akkuzativ degan soatga nisbatan mana. Dan yozib ham to'g'ri qilish mumkin yoki atrofda. Xo'p. Yana nima qiladigan bo'lsa, mana o'chiradigan nimalari bor. Har xil o'zini joyida mana knopkalardan foydalanib ana qilish mumkin. Skopga berish ham mumkin. Mana qausga ichiga komment ham bo'lsa yozib ketishlaringiz mumkin. Xo'p, davom etamiz. Yana agar men xotiralab olaman desangiz, xotiralaydi ham. Keyin yuklash qilib xotiralaganlaringizni ochib olasizlar. Xo'p, yana nimasi bor? Talaffuz testi degan nimalar bor. Anavilar. Talaffuz testi. Bu yerda talaffuzli nimalar mavzu bo'lmaganligi uchun mana bu talaffuzga doir emasda. Mana nimalardan olish kerak? Mana kitoblardagi lug'atlardan. O'sha betlar. Talaffuz testi bor. Welche Wörter meisten Sie noch lernen? Bilmadim. Qanday yoziladi? Xo'p, nima qilamiz? Qaytamiz. Ko'rib olishlaringiz mumkin. Xo'p. Talaffuz testidan
Mana bu imkoniyatlarga qarang, mana chiqish bor. Hamma yangilab olishlaringiz mumkin agar nima qilaman desangizlar. Hop. Mana Kreuzen Z. Shunday yozilsa kerak deb umid qilaman. Kreuzen Z. Mana to'g'ri. Yoki mana adresni ham ko'rib olishlaringiz mumkin. Mana nima? Hop, mana uzoqlashish, yaqinlashish qilib, agar zirenasi ko'rmaydiganlar bo'lsa, mana yaqinroq qilib, agar o'zini diskomfort sezadiganlar bo'lsa, noqulay bo'layotgan bo'lsa, uzoqlashtirib olishlaringiz mumkin. Hop, mana talaffuzdan tekshirib oladigan nima bor? Mana счетчик 9%. 11 savoldan bitta topdim, to'g'ri. Bitta to'g'ri 9% bo'ladi. Agar 10 savol bo'lganda 10% bo'ladi. Asosiy menyuga qaytamiz. Testlashning ikkinchi yo'li ham bor. Mana testlashni ko'rdingizlar. Test bilan talaffuz testi. Xuddi shu narsani mana terminal varianti bor, battle terminal deydi. Hop, mana testlashda ir partner nima bo'ladi? Sizning sherigingizmi? Bu xato. Ko'rdingizlar? Xato yozdim. Bu xato deb aytadi. Agar men kirillchalab yozadigan bo'lsam, lotincha yozing deb aytadi. Xo'p. Asosiy mana nimalarga qarang, mana katta qilib yozib olish mumkin. Katta qilib yozish imkoniyati bor bu yerda. Caps lock bor. Xo'p. Mana katta kerak emas menga. Yordamlardan foydalanish imkoniyati bor. Boshqalarda yo'q bo'lgan narsalarni ko'rsatay, boshqa funksiyalarni aytib o'tirmay, mana bular oldingi videolarda ko'rishingiz mumkin. Oldingi versiyalar arzon variantlarda ham bor u narsa. Xo'p, mana yordam 100 yordam olishim mumkin. Masalan, ir partner nima bo'ladi? U bo'ladi. Hop, bu nima degani? Birinchi harfni ko'rsatadi, qolgan ikkita harfni ko'rsatmaydi. Chap tarafdan birinchi harfdan, ya'ni bir qo'yilgan. Yordam 200 esa chap tarafdan ikkitani ko'rsatadi, ikkita harfni. Ularni qolganini ko'rsatmaydi. Yoki agar mana 010 degan o'rtadan bitta harfni ko'rsatadi. Mana yordam 020 o'rtadan ikkita harfni ko'rsatadi. Mana bu eng oxirdan bitta harfni ko'rsatadi. Yordam 001 mana faul. Birdan nimasini beradi? Xo'p. Yordam 002 oxirdan ikkita harf ko'rsatib beradi. Mana bu bor yordam 101010 bular har bittasidan bittadan harf olib beradi. Xo'sh. Mana shu narsalardan ko'rib olishlaringiz mumkin. Agar o'zing aytdi bossam, nimani ko'rsatadi? Mana hamkori, sherik erkak, ularning hamkori. Men nima deganman? Sizning sherigingiz noto'g'ri bo'lgan. Agar men mabodo shunga yaqinroq nimani aytadigan bo'lsam, gapni aytadigan bo'lsam, mutlaqo noto'g'ri bo'lsa, mana bu xato deydi. Shunga yaqinroq gap shatze. Shatze debman. Ibora. Mana 3 ta xato bor. Lar yetmayapti. Mana shu narsani men nusxani bosib o'sha yozganim qaytarib olib, davomidan xatoyini to'g'rilab ketishim mumkin. Mana iboralar to'ppa-to'g'ri. Xuddi shunaqa narsa, yana buni ham xuddi shunday xotiralab yuklab olishlaringiz mumkin. Bu bo'yicha alohida ko'rsatib o'tirmayman. Hop, mana stil nimalari bor, betonizatsiya funksiyalari ham bor. Bilasizlar, mana men taslimni bossa, men bilmaganlarim bo'yicha mana ismimni yozaman, beton qilsa bo'ladi. Bahrus deb yozdim. Ismim Bahrus. Mana betonizatsiyani boshlaymiz. Betonizatsiya deb yozamiz. Mana yoqqa. Men endi copyright qilib o'tiraman. Ctrl C bilan sizlar yozishlaringiz mumkin, yo'q qila olmasangiz mana. Xo'p, yozdim mana necha marta. Nechta bilmaganman mana bu yerda. Ko'ryapsizlar, cheatdan foydalanganim 1 marta. Noto'g'ri javob berganim 2 marta. Xolos shularning nimasini men 100 ga ko'paytiraman. Mana. Hop. Mana shuncha marta berar ekan savollarni menga bilmaganlarim. Keyin endi men bu narsa bo'yicha nima qilib o'tirmay, o'zing aytib ketaveraman, chunki bilganlarim ham bor. Hozir videoga vaqt ketib qoladi. Hop, ko'rib oldingizlar, qanaqa ishlaydi programma.
bosh menyuga qaytaylik. Endi xuddi shu narsani hop, mana talaffuz nimasiga qarasangizlar, talaffuzda mana skobka ichida beryapti. Upsheet. Bu qanday yozilar ekan? Men bunga bilmadim, qanday nima qilish, yordam olaman. Mayli, o'tkazib yuboraman. Mana bunday yozilar ekan. Xo'p, welche Namen hören Sie? Mana bunday bo'ladi bu. Nemischa yozilishini qilib beryapman. U aytilishini beryapti. Namen. Nayman, Nayman hören Sie. Mana umlautlar tayyor. ixtiyorimizda, uni nemischa klaviaturaga o'tkazish shart emas. Mana hören Sie. Endi namen deyilgan bu qanaqa talaffuz qilinadi bilmadim. Xo'p, o'zing aytib ko'ray qani. Mana endi bu men javobni bilmadim deb o'tkazib o'rgan bo'laman. Namen ekan. Men sal adashdim. Namen olmoqni o'yladim-da. Notieren Sie. Buni adashmasim kerak. Notieren Sie. Mana ko'ryapsizlar? Mana talaffuz testini boshqacha qilish ham mumkin. Ya'ni shart istalgan mana lug'atli nimalarni olib talaffuz terminaliga bossa switch degan nimasi bor. Mana switch deb yozing, almashtirmoqchi bo'lsiz shartda. Caps lock yoqamizda switch. Mana endi bu nemischa beradi. Men aytilishini yozishim kerak bo'ladi. Begrüßung. Xo'p, shunda yozishga harakat qilay qani. Begrüßung. Begrüßung. 3 ta xato bor. To'g'riroq talaffuz qilishni o'rganishim kerak bo'ladi shu yerda. Masalan, haqiqiysi mana o'zing aytib bilmadim mana qanday yozilar ekan. Begrü u qo'yilar ekanda, o'zim ham qo'ymoqchi bo'ldimda, ikkilandim. Zung. Shunda nima qilaveramiz? Masalan, kreuzen Sie. Kreuzen Sie. Mana to'g'ri bo'lish kerak. Ikkita xato bor. Endi qanaqa bo'lar ekan, buni ko'ramiz. Qanday talaffuz qilishni. Kreuzen Sie. Men kreuzen debman. Xo'p, ko'rib oldinglar, mana qanaqa to'g'ri talaffuz qilishlarni o'rganasizlar. Talaffuz juda ham muhim. Ayniqsa gapirishda, imtihonda yoki tekst o'qiyotganda noto'g'ri o'qib ketsa bo'lmaydi. Endi umumiy savollarni masshtabini ko'radigan bo'lsak, qaranglar nimalar bor. Xo'p, umumiy savollarni belgilaymiz. Mana bu yerda ham beraveradi savollarni, mana lekin sanab bermaydi. Xo'p, lekin mana bu yerda asosan mana test degan bo'limiga kiramizda. Hammasini test qilib beradi, savolni bitta qilib belgilab chiqqandan keyin va oxiriga aylantirib, shart emas, mana 417 ta savol ekan. Umumiy hisobda 417 ta savolni qabul qilib olyapsizlar 20 ming so'mga. Xo'p, talaffuz, shulardan talaffuzga doirlarni o'zi topib oladi, mana 155 ta. Xuddi mana terminal shakllari ham xuddi shunday. Endi davomiga kelsak, mana bu yerga qaranglar. Aytishlaringiz mumkin. Nima kerak bunday bu testlarda terminalda yechish yoki yozib nima qilish. Shundan ham savol bo'ldim deyishlaringiz mumkin. Bu bir tarafdan primitiv deb o'ylayman. Buni fikrlash, chunki qaranglar, testga qaranglar, test bu borki, sizlarni ko'p bilimni oshiradigan vosita emas test. Testga qarasangizlar, bilmasdan turib ham men bekorga koreys tilini olmadim, chunki koreys tilini ko'pchilik bilmaymiz. Bilmasdan turib ham mana shu 4 ta savoldan bittasini yoki ikkitasini to'g'ri belgilashim mumkin tavakkaliga. Endi nemis tilini ham tasavvur qilaveringlar. Bilmasdan turib ham xohlagancha to'g'ri belgilab ketaversa, odam o'zini o'zi aldaydi-ku. Undan ko'ra mana bunday test qilib yozib to'g'ri yozishni o'rganib, to'g'ri topishni, kerak bo'lsa yordamlardan foydalanib, miyani qizdirib o'rgangan, sifatli o'rgangan qayerda-yu, mana bunaqa test bilan o'zini aldagan qayerda. Tushuntira oldimmi? Mayli do'stlar, sog' bo'lasizlar.